Dadasi, ma paypaqim yetib ketdi, men bir bozorga chiqib paypaq olib kiray. Ma'qul. Hey, nimelerin bu? Shu kiyim-kechak. Kiyim-kechak? Ben gap kelaman bir ko'rib boqay. Buna Oy, oy. Sen bir paypak hemkereden çıkartmadın mı? Bu ayağın iştangıcı, ganserden çapangıcı, hem bir 3-4'ün hepsine. shu bozorga chiqsam, bahası sal muvafiq uchrab qoldi. Shuniga ep qo'ydim. Hem de bazı muvaffak ya, dep eliveri kaçmayın bunu. Qani ağam paypaqın qani? Shu paypoq olaysam sal qimmatga, shuniga olmadi bu paypoqni. Sen paypak ağıl çıkıt dep. Paypaktan başka hemmenin qo'shilab elib, paypak almagan anlaymasam da. Bir ertigacha chiqib boqaman. Bir azalroq paypoq uchrab qolsamnikini olib kiraman. Oy, yana paypak ağıl bazağa çıkamsa? Bo'ldi. Mening paypaqlarımni kiyib turab yul. Ha, maylimsa. Bitta paypak ağıl çıkıt dep, nurg'un narsa ko'tarib kelganda. Adam deganda o'ylab qo'yay demaydi da, mal. Tura, sana bir navbat kela. Xo'p, men sirq chiqib kiray ya. Nima ishqa? Va chaqmoq gaz tugabdi, bir chaqmoq olib kiray. Ha, ma'qul. Tura. Ha, keldingmi? Aziz mehmonlaringizning oldiga har xil qo'rma, kebab, go'shtlarni qo'ygan vaqtingizda cho'qim Kavsarning 20% gazliq limon ichimligini birga qo'yishni unutib qolmang. Chunki Kavsar limon ichimligida haqiqiy 20% limon tarkibi bor. Tamoq singdirishga foydali, qo'rqoqning eng yomon dushmani. Men Kavsarning 20% gazliq ana ichimlikini ishini texmi yoqtirman. Qani, sizmi tetib beqing? Voy. Nimel elvatdinglar? Şu sırt çıksam əza uçurab qaldı, şu ep qoydum. Qadağına mani görürsəyət. Lekin shunda bo'lsin bir azal uchrab qolib, mushunchalar bilan elib ketishmi bu? Oy, nemere qaynab ketsə, bu tex uşaq düşək nəsli bu. Bayatın tex əzam Tesla maşınından biz uçurab qalğan. Şunun bir yacan tölü ötüb gəldim. Ət qoğuzluq qılıb şununki. Ey, soramısınız? Uyda maşına aday pul olmasa qas pulunu tölaymiz o maşinaga. Öydük pul yetmese, sen mi çoğunlardan azraq qəzəb gəlirsən, mən mi çoğunlarımdan azraq qəzəb gəlirmə? Şunaq tölüsək bolubmu? Hey, pikadımıqa haqi qayzulab qalamızlar biz. Hey, yotqanğa baxıb sunuş degəni bilməmsizlər siz? Oy. Acaba sən özün yaqtırıb qalğanın həmmini asan bolub ki? Mən asan bolmam tikina? Bizga turmush lazım emasmi? Mushunda pulni buzib kechirasiz, aytgan bizga pul lazım bo'lmamda? Ha, bilgansan shuni. Acaba sen bir tal paypaq ağıl ketib 2-3 ming qo'ylab bir narsa olib kirgansa, acaba bizga turmush lazım emasmi ki? Bizga pul lazım olmamda? O'ylab baqa. Er ayol degan bir uy tutqanda tirishchanlik bilan, iqtisodchanlik bilan oila boshqa bo'lmasak bo'lmaydi. Ertaga yaqalab qolsak bo'lmaydi. Va tang tushirmizning oldida tang turmasak bo'lmaydi. Buning uchun qanday qilibmiz? Er ayol birdek tirishib, iqtisodchanlik bilan oila boshquribmiz. Bunda deganim o qanday pul xajlaydiganim emas. O'rinliq yerga xajlaytmiz, xajlash tegishliga, o'rinsiz yerga pul bulsak bo'lmaydi. Qilg'ina sen paypaq olib kelmagan bilan men chaqmoqdan beni oldim hech olmasa. Bunda biz bir niyat olmay, sen bir tarafdan, men bir tarafdan pulni buzib kechaversak, har qancha bankirning balasi bo'lsaqmi, bu bizga pul to'shimaydi, to'g'rimi ya? Ma'qul, men bundan keyin diqqat qilay. Ammo men og'an kiyimni qaytarib o'tib kelay. Bo'lgan narsani qaytarib yumayli hamda kiyayotgan hamda o kiyimni. Ham buniki loyiqidir qolasi. Ammo siz olib kelgan nima bilan mashinani qaytarib atmamiz? Voy, nereki mashina kavi, sana chaqchaq qo'ydi. Manasini olmasa so'pindan boshqasi, hammasi quruq qoplar bu. Bayatni sho'palarning oldidan bir ham ishilib turay deb so'rab olib kelgan buni. Bir odamga tarbiya qilishga pek ustujmisiz? Ma'qul, men tamoq yetib chiqay. To'rdoshlar, va chaqmoq qilib paypaqning hikoyasi bo'lamdi-ku ya. Bo'lakadiganlar xabarga yo'llab o'tinglar.